efirda poytaxt informatsion dasturi. Poytaxt hokimligida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi 17-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda ko'rilgan masalalar haqida muxbirimiz lavhasi. Sessiya kun tartibidagi dastlabki masala davlatimiz rahbarining mahalla tizimini rivojlantirish bo'yicha islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlangan yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalarning Toshkent shahridagi ijrosiga qaratildi. Qayd etilishicha, mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida uyushmaning markaziy apparatidan Toshkent shahrining 12 ta tumaniga mas'ullar biriktirilgan. O'rganishlarda tozalik va ozodalik oyligi davomida shahardagi 454 ta mahallalarda 10.277 ta kamchilik bartaraf etilgani qayd etilgan bo'lsa, ayrim hududlarda mahalla faoliyatiga oid ba'zi kamchiliklar aniqlangan. Tozalik va ozodalik oyligi davomida 286 ta mahallalar hududida 906 ta muammolar aniqlandi. Jumladan, o'rganish davomida 450 ta ko'p qavatli uylar oldi tartibga keltirilmaganligi, 82 ta ko'chalar tozalanmaganligi, 184 ta holatda joylarda chiqindilar yig'ilib qolgani, 63 ta holatda maishiy va qurilish chiqindilari chiqarib tashlanmagani, 43 ta holatda bolalar maydonchasi hududi tartibga keltirilmaganligi aniqlandi. Kun tartibi asosiy masalalardan bittasi bu mahalla. Hamma bilan Toshkent shahrida 585 ta mahalla bor. Shu mahallada mahalla yettiligi bilan o'rganishli bo'lgan va bugungi sessiyada muammolarni bartaraf qilish bo'yicha muhokamalar bo'ldi va men o'ylaymanki, bu tanqid tahliliy yig'ilishimizni inobatga olgan holda shu 12 ta Toshkent shahar tuman hokimlari xulosa qilgan holda mahalla yettiligi bilan ishlarni to'liq va ichiga kirgan holda mas'uliyat bilan yondashadi. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'ining hisoboti tinglandi. Unda o'tgan 9 oy davomida mahalliy budjet daromadlarining bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar ko'rib chiqildi. Shundan so'ng deputatlar bugungi dolzarb masalalardan biri bo'lgan kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish doirasidagi chora-tadbirlarga e'tibor qaratishdi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Toshkent shahrida 11.630 ta ko'p qavatli uylar mavjud. Ularga 167 ta shirkat va 63 ta mulkdorlar, 394 ta boshqaruv kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Toshkent shahrida 25-yilda jami 6429 ta ko'p qavatli uyga 153 milliardlik mablag' ajratilish faqat boshqaruv servis kompaniyalari hisobidan ajratiladi. 6429 ta uyda 22 ta yo'nalish bo'yicha dastur belgilangan edi. Shu 22 ta yo'nalish bo'yicha ishlar to'liq bajarildi. Qizg'in muhokamalar Davlat kadastrlari palatasi tomonidan kun tartibiga qo'yilgan masala yuzasidan davom etdi. Hisobotdan so'ng deputatlarning savollari, taklif va tavsiyalari tinglandi. Komissiyaga nazarda e'tirozim bor. 2 yil bo'ldi. 15-noyabr kuni muhtaram prezidentimiz shu qaror chiqardilar. Xabarlarga qiynalmasin odamlar dedilar. 2 yilda 8 ta odam ovatdi. Farg'onada 15 ta oldi, Buxoroda 24 ta, Qoraqalpoqda 100 ta, Navoiyda 10 ta. Toshkent shahar shunaqa gigant shahar bo'lib turib, 3590 ta odam xatlovidan o'tib turib, hamma talablarga javob bergan. 61 ming ta o'zi. 8 ta olishi juda achinarli va uyatli holat. 20 ta vakolatli tashkilotlar har bittasi o'zining yo'nalishi bo'yicha ko'rib chiqib, ijobiy xulosalar berishni boshladi. Bu yo'lni yo'lga qo'yamiz. Hokim o'zlari nazoratda, adliya bilan birgalikda hamkorligida ish jadvallashtirib nazoratga olib, keyingi sessiyada o'zgarish bo'ladi. Sessiya yakunida kun tartibidagi masalalar yuzasidan kengash vakolatiga taalluqli tegishli qarorlar qabul qilindi. Masuda Somidinova, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.